Hammaga assalomu alaykum. Qorni ko'ryapsizlarmi? Hozir video qo'yib qo'yaman. Ertalabki kunim qanaqa boshlangandi. Biz hozir qor Mashinaga qanday ko'rmadi. Umuman ko'p. Juda ham ko'p. Qazar shaharda. Ha, shunday qilib tozaladik mashinani. 1,5 soat degani 4 kishi shu uydagilar bilan chiqib hashar qilib mashinani tozalab olib chiqdik, keyin ishni boshladik. 8 minutda 797. Ha, keyingi zakazni berdi 470 bilan. Mana zakazimizni ham 20 minutda yana tashladik. 1054 yaxshi. Mana zakaz berishni boshladim 1090 bilan. Mana yana beryapti 1030 bilan. Komfort o'chirib qo'ydik. Ana уже komfort plus beryapti. Snejni qancha 1650 bilan. Endi o'tkazamiz. Ha, detskiy aeroportdan oldik. 15 minutda tashlab qo'ydik, 2,5 mingga. Ish qilib beramiz. Mana yana aeroportga beryapti 410 bilan. Shu aeroportdagi zakazlar bo'ladi, ana videolarni qo'yib qo'ydim. Biz shunaqa Qazan shaharda beradi. U ham nasrengasiga qarab atak. Yo'q, shaharda emas. Bu qor yoqqan sababiga sekildi, mana katta qorlar. Yana tozalash kerak. Hayda,